turishdan qiynalasizmi? Qiyinroq bo'ladi-da turish. Dorining kuchi bilan yaxshi turaydi-yu. Hozir dorining kuchi bilan. Dorining kuchi bilan bo'lmasam bunaqa turib ketamasdim men reski. Og'riq vashi kuchlik bo'ladi. Necha kilometr sizlar kelgan Qozog'istondan bu yoqqacha? 150 kilometrda примерно. Qaysi tumanida Qozog'istonda? Sayram rayonida turamiz, Qarabuloq qishloqda turamiz. Bu siz hozir yurgan vaqtingizda og'riq qayerda? Oyoqda tushish bor, qayeringiz? Polni ikkala oyoq yuradi. Men hozir bunday mana qo'yib og'rib, tikka tura olmayman-da. Mana обязательно ushlab turishim kerak-da. Necha oydan beri shunaqa? Bu 1 oy bo'ldi ushlaganiga. Atak undan oldin ozgina og'rib yuraverganda, 1 oy bo'ldi rovna mana ushlaganiga. 10 kun o'zimizda lecheniya oldim, foydasi bo'lmadi-da. Foydasi bo'lmadi. TikTokdan ko'rgansiz shuni? Ha, shuni nimadan ko'rib, TikTokdan sizlarga aloqaga chiqdim-da men. Yaxshi. Bo'ladi. Dorilarning kuchi bilan shuncha. Shu kechagi men işte ishlangan dorilarning kuchi bilan bunaqa yurayapman. Atak bunaqa yuramaganman-mi? Bu xonangizga astab qaytaring. Og'riq qayoqda? Oyoqdami, beldami? Gapiring. Oyoqda, aslannoy oyoqda mana sanlarimda nimagacha og'riydi-da, tegigacha. Yan tarafi bilan og'riydi, oldi og'riydi. İnşallah babası kutlar. Sağlıklarına nasip olsun. Gavdan ko'tarolmay qo'ygansizda? Gavdani ko'taramayman, yatganimda ham belimni ko'taramayman-da. O qo'llarim, oyoqlarim ozgina ko'tariladi, biroq yatgan yerimda belimni ko'taramayman. Bu hozir sal qo'llaring nimasi bilan sal aydiq bo'lib turibdi-da bu. Keyin o qo'llarimni qo'yib yubormayman, obязательно mashinada suyanib o'tiraman, mana shunaqa. O'tirganda, ili mana oyoqlarimga suyanib olaman, bunaqa qilib. Qo'llarim belingizga kuch bo'ladi. Ha, o'sha belima nima bo'ladi, nagruska bo'ladi, oyoqlarim og'rib ketadi, tortishib. Mana shunday o'tiraman, o'tirsam, yotib turish ancha qiyin bo'ladi, biroq bir azob bo'ladi-da, yotib turish. Yotib turish. Ushlab qolaveradi-da. Yatganimda ham baqa nima qiladi, dumalaysu. Shu mahallarim ushlab qoladi, u qiyin bo'ladi-da. Tushunarli. Nasib bo'lsa endi bugun sizni operatsiyaga olamiz. Endoskopический lazer usulida olib tashlaymiz grijayz kattagina. 2-3 bel umurtqalarining orasidagi disk yorib chiqqanda nerv siqib qo'ygan. Lazerda chiroyli qilib o'tkazib beramiz. Nasib bo'lsa Xudo xolasa inshaalloh ertaga natijalarni ko'rasiz. Endi bizlar sababchi, Alloh shifo Allohdan avvalambor. Rahmat. Nasib inshaalloh chiroyli chiqadi. Lazerda chiroyli qilib o'tkazamiz. Xavotir olmang. Ma'qul. Rahmat sizga. Rahmat. Yaxshi bo'lib qoldingiz-a? Qarang, men yurguncha o'sha Yaxshi, alhamdulillah, mana zo'r bo'lib qoldi. kecha holatingiz qanday edi? Men kecha kelganimda aka 1 oy yuramay yotgan edim. Bunday yurish bizlarga armon bo'lgan aka. Mana Allohga behisob shukr, yaxshi doktorlar bor ekan. Ishiga omad, qo'l ko'zi dard ko'rmas. Holatim zo'r, holatim 100% o'zgarib ketdi aka. Bitta og'riq qolmadi. Sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Hammanglarga, Missesra xizlarga rahmat. Vrachlarimizga rahmat. Bari zo'r inshaalloh. Rahmat. Qanaqa operatsiya bo'ldingiz, qayerdan keldingiz? Men nimadan keldim? Qozog'istondan. Sayram rayonidan kelganman, Qarabuloqdan. Men kelganimda o'sha yuramay kelganman, anaqada kalaska bilan kelganman, arabachalar bilan. 1 oy uyda yotganman. O'zimizda lecheniya qildim, foydasi bo'lmadi. Shetini anaqadan ko'rib, internetdan kirdim. Nima Grija uzdan ko'rib keldim. Mana hammasi zo'r, o'yimdag'indaq bo'ldi. 1 kunda operatsiya qildim. 1 kunda operatsiya bo'ldi. Shu kechasi 6 da bo'lgan bo'lsa, shuna ertalab 6 da oyog'imda yurib chiqdim. Ming rahmat. Nima deysiz? Ishlatolmayotgandingiz oyoq. Oyoqlar ko'tarilmasdi, bunaqa ishlamasdi. Men nimada yurardim? Arabachada.
Aravachada yurardim. Endoskopik operatsiya qildim. Endoskopik operatsiya bilan yaxshi bo'ldim. Allohga shukr, men holatim yaxshi managa. Rahmat aka. Oyoqlar zo'r aka, men hozir любой ish qilaman deb turma, просто rejimi bor ekanda. Endi rejimni ishlaymiz-da aka. Ha, to'g'ri manzilligimiz. Alloh shifo bersin. Rahmat hammanglarga, Alloh rozi bo'lsin. Yaxshi. Voqea qilib yurib ko'rsating. Og'riq 100% ga yo'q aka, prosta yuribman. Endi sizlar ruxsat bermayapsizlar, ko'p yurma deyapsizlar-da. Bo'lmasa menga qalsa men yuraman. Yurish sog'inganman. Yuraman. Rahmat. Keting, omon bo'ling. Rahmat aka. Alloh Allohga shukr. qilasizmi? Ya menga o'xshab og'rib nimadan operatsiyadan qo'rqib yurganlar qo'rqmanglar, kenglar. Zo'r ekan. Mana bir kunda oyoqqa turdim. Shuncha og'riqlardan qutuldim. Allohga behisob shukr. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat. $1200 расход qilib, lecheni oldim 10 kunda. Hech qanaqa rezultat. 1 gram. 1 gram. Uyga kelib 20 kun yotdim. Internetdan qarab yotaman. Bu yerdan boshqa yana 2 ta joy topdim. Men ularga jilli ko'nglim tortmadi. Sizlarni bilmayman, Alloh ko'ngilga soldi buni uchun. Amin. Ixlos qilgansizda. Keyin mashga keldim, tavakkal qilib. Ya Allohga behisob shukr, menga to'g'ri joy ko'rsatdi Alloh. Inshaalloh. Sog'ayib keting, uydalangizni baxtiga sog' bo'lib yuring. Men eson-omonman. Yurib uyga qaytasiz Qo'l nasib. ko'zimdan dard ko'rmasin, el xizmatidan charchamanglar aka. Amin, amin. Ko'rmaganday bo'lib keting aka. Rejimlarga amal qiling, besiz tashlang. Boringizga shukr. Rahmat sizga, sog' bo'ling.